Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, hammalarniki shu vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'liq Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Men opam dadamni Xitoyniki turmushdan qutqizib, erkinlikka chiqish uchun Shvetsiyadagi Stokgolmga parlament oldida yolg'iz kishi qilmoq qilyapman. Bugun Teslaga 2021 yil 8-oyninki 26-kuni payshanba. Men navbatda dadam Hamid Abdurahman va opam Sadat Tavdun uchun namoyishni tugatishdan oldin guvohlik berib tushib ketmoqchi. Mening dadam Hamid Abdurahman 1954 yil 5-oyning 20 kuni tug'ilgan, Il oblastda telegraf idorasidan dam olishga chiqqan. Opam Sadat Tavdun bo'lsa 1956 yil 8-oyning 21 kuni tug'ilgan, Il oblastlik qatnash idorasidan bu Koni Elefendiyan, ya'ni Milliy mehmonxonasidagi qatnash bo'limidan dam olishga chiqqan. Dadam opam 2017 yili nimaninki Şu 2017 yili 1-oyning 27-kuni Il oblastniki bexatarlik saqchilar tarafdorlaridan tutib ochib ketilib, Bo'zlik turmida qonunsiz 2 yil tarbiyalashtirgan. Uningdagi yipi qalati sud ichib, opam dadamni birinchi qitimda 5 yillik, keyin 18 yillik kesib o'tgan. Sudniki garchi qo'limizga tekkizilgan qog'ozdagi tamg'orilgan hukm bo'lmasa-mu, og'zaki hukm bo'lsa-mu, Xitoy hukumatiningki opam dadamga og'zaki ashqa hukmnomasiningki kuchi hozirgacha qolmay, dadam Il oblastniki Kunastiki turmusida, opam nimadagi turmida bo'lgan. Bayandayninki G'uljinninki Bayandaydagi turmusda bo'lgan. Opam dadam ikkisi begunoh insonlar. Opam dadamninki kesilib ketishningki sabab bo'lsa, meni Shvetsiyaga chiqib, o'qishga chiqib, shunda panohlik tilab kelib qolgan siyosiy ishlar bo'lgan deb eg'irroq shuni otgan. Undan keyin opam dadamninki 2014 yili Turkiyadagi men bilan ko'rishganda bana qilgan. Mening opam dadam Xitoy hukumati o'zi taqatgan qonunli Xitoy pasportiga Turkiya Cumhuriyatininki 2 haftalik, ya'ni 15 kunlik sayohat vizasini urg'izib, undan keyin qaytib ketgan. Opam dadamninki hech qanday gunohi yo'q. Men Xitoy hukumatiga shuni deymanki, mening opam dadam gunohsiz. Shuningga mening opam dadamni Xitoy hukumatiningki shartsiz qo'yib etishini talab qilaman. Ularningki yeshi cho'ng bo'lganligi sababidan hozir turmada nima holatda? Ahvoli unchalik yaxshi emas, kasalcha holatda bo'lib qolgan. Shuningga men Xitoy hukumatiga shuni deymanki, Xitoy hukumati meningki ota-onam gunohsiz. Meningki ota-onamni tezdan qo'yib berishim kerak. Bo'lmasa men bu Shvetsiya parlamentining oldidagi norozilik namoyishimni hargizmi to'xtatmayman. Seninki qilmishingni Shvetsiya parlament a'zolariga, Shvetsiya xalqiga, Shvetsiya kelgan sayohatchilarga har kuni anglataman. Har kuni seninki davlat nomingni tilg'ib turib, sana til takkizaman. Xitoy raisi Shi Jinpingga til takkizaman. Meningki hech kimda qo'rqinchligim yo'q. Men ota-onam begunoh. Meningki qilayotganim qonunli ish. Xitoy hukumatining qilgani bo'lsa, qonunsiz ish. Men hozir parlament ichidagi a'zolari asosiyatdan kelishga boshladi. 29-yil hammasi asosiyatdan yig'ilib bo'ldi. 22-yildan boshlab bir qism a'zolar keldi. Shvetsiya Skandinaviyadagi ig'ir sanoati, iqtisodiy, ma'rifiy, meditsinasi har turli jihatda yetishgan kuchli davlat. Xitoyningki ham Skandinaviyadagi eng kuchli davlat, ham burun atrofidagi davlatlarga hujum bo'lgan davlat. Shvetsiyaningki nuqul holda Skandinaviyadagi har qanday davlatlarga siyosiy va nimasi ta'sir qildi. Stokgolm bo'lsa, Shimoliy Yevropadagi Shvetsiya, Stokgolm bo'lsa poytaxt vaziri, Shimoliy Yevropadagi kichik poytaxt vaziri, shundaqla mushlarningki 4-5 davlatningki markaziy shahri hisoblandi. Shuningga men shu Shvetsiya davlatiningki parlament oldida turib norozilik namoyish qilishni to'g'ri topdim. Men hozir parlament va agar jamg'ur yig'ayotgan bo'lsa-mu, yana davomli men Xitoylarningki bizga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini anlatmoqchi.
Fascist China, terrorist China, fascist China, terrorist China, fascist China, terrorist China. Stand up Sweden, stand up Sweden, stand up against China genocide, stand up against China genocide, stand up against Uyghur genocide, stand up against Uyghur genocide. Xi Jinping, terrorist, fascist, Xi Jinping, terrorist, Xi Jinping, terrorist, Zhu Hailun, terrorist, Chen Zhuangguo, fascist, Xi Jinping, dictator, Xi Jinping, China, fascist, Nazi, China, Nazi, China, fascist, China, China stops genocide, China stops genocide, China stops Uyghur genocide, China stops Uyghur genocide, China stops genocide. Chen Zhuangguo, terrorist, Zhou Hailun, terrorist, fascist, China, terrorist, China, dictator, China, fascist, Xi Jinping, dictator, Xi Jinping, fascist, Xi Jinping, dictator, Xi Jinping, fascist, China. China, stop folk murdery, China, stop folk murdery, China, stop folk murdery, China, stop folk murdery, China, release my, China, release my parents, China, release my parents, China, release my parents. Stand up Sweden, stand up Sweden, stand up Sweden, stand up Sweden, fascist China, terrorist China, dictator China, fascist Xi Jinping, terrorist Xi Jinping, fascist Xi Jinping, terrorist Xi Jinping, China, terrorist, fascist China, dictator China, China stops genocide, China stops Uyghur genocide, China stops Uyghur genocide, fascist China, dictator China, terrorist China. Stand up Sweden, stand up Sweden, stand up Sweden, stand up against China genocide, stand up against China genocide, stand up against Uyghur genocide, Xi Jinping terrorist, Nazi China, fascist China, China stops genocide, China stops Uyghur genocide, fascist China, dictator China, China virus, China virus, fascist China, dictator China, Xi Jinping terrorist, fascist Xi Jinping, dictator Xi Jinping, terrorist Zhou Hailun, terrorist Chen Zhuangguo, China, release my parents, China, release my parents, fascist China, dictator China, China, stop folk murdery, China, stop folk murdery, China, stop folk murdery, fascist China, terrorist China, China, släpp fri mina föräldrar!